Salom do'stlar, dasturchilar o'z platformasiga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan narsamiz xohlagan faylimizni arxiv qilishni ko'rib chiqamiz. Bizga birinchi o'rinda Winrar nomli programma kerak bo'ladi. Buni Telegram sahifam orqali yuklab olsangiz bo'ladi. Va yuklab o'rnatib bo'lganingizdan so'ng birinchi o'rinda biza arxiv qilmoqchi bo'lgan faylimizni tanlab olamiz va agar sizlar bu faylni yuklab olmagan bo'lsangiz, faylingni bilingki faylingni umuman arxiv bo'lmaydi va buni yuklab o'rnatib bo'lganingizdan so'ng arxiv qilmoqchi bo'lgan faylimizni tanlab olamiz va uni ustiga bir marta bosgan holatda sichqoncha o'ng tarafini bosamiz va bu yerdan double va arxiv ustiga bosamiz va bu yerdan mana bunday oyna ochiladi. Mana bu yerda faylingga nom berasan deyapti. Agar nom bermoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda .rar degan so'z bor. O'shani o'chirib olmagan holatda nom berishingni kerak bo'ladi. Mana bu yerda .rar. Mana bu yerda format arxiv degan joy turibdi. Bu yerda faylingni rar qilasam deyapti yoki zip qilasam deyapti. Arxiv qilmoqchi bo'lsak, biz rarni tanlashimiz kerak bo'ladi. Agar faylimizni megabaytdan kichraytirib zip qilmoqchi bo'lsak, zipni ustiga bosamiz. Zip ustiga bosamiz va mana bu yerda astanomit parol turibdi. Bu yerga bosgan holatda biz faylimizga parol qo'yishimiz mumkin. Misol faylimizga salom deb parol qo'yaman birinchisiga. Ikkinchisiga ham xuddi salom degan parol qo'yishim kerak. Ya'ni parolimiz qaytarilib keladi. Va bu yerdan OK tugmachasini bosamiz va mana bu yerdan hamisha qilib bo'lganimizdan so'ng OK tugmachasini bosamiz. Qarabsizlarki, faylimiz arxiv holatiga o'tdi. Mana bu yerda faylimiz turibdi. Va buning ustiga 2 marta bosadigan bo'lsak, qarabsizlarki, faylimiz arxiv. Mana bu programmaning ustunlik jihati xohlagan arxiv faylingizni bemalol ochib beraveradi va xohlagan arxiv faylingizni oddiy faylga aylantirib berishi mumkin. Mana faylimiz ichida bitta qo'shiq bor edi. Mana bitta qo'shiq turibdi o'sha yerda. Agar buni oddiy faylga aylantirmoqchi bo'lsa, bu sichqoncha o'ng tarafini bosgan holatda izvilich faylni ustiga bosamiz va mana bunday oyna ochiladi. Agar bu faylimizni biror joyga saqlamoqchi bo'lsa, birinchi o'rinda pakzat ustiga bosamiz va mana bu yerda narsa ochiladi. Mana bu yerdan xohlagan faylimizni tanlaymiz, qayerga saqlamoqchi bo'lsa. Agar men bu yerda my filesga saqlamoqchiman. Agar shayga saqlagim kelsa, OK tugmachasini bosamiz. Qarabsizlarki, mana agar haliginda parol qo'yganidek, o'sha parolni so'rayapti. Agar parolni bilmasangiz, umuman faylingizni arxivdan chiqara olmaysiz. O'shaning uchun parolni esda qolishingiz kerak. Salom deyman. Va OK tugmachasini bosadigan bo'lsam, mana faylimiz arxiv ko'rinishdan chiqdi. Sizlar videoyimiz yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'lishni unutmang. Hammaga rahmat, salom.